Yangi Toshkent hududi 1 sotiq 7000 dollardan вообще zo'r narx topilgan joyimizga obzor keldik. Hujjatda 50 sotiq, yana 15 sotiq zaxvatlari ham bor. Zaxvati ham hujjatda ko'rsatilgan, lekin hisob-kitob 50 sotiqga bo'ladi. Xo'p, bu joyni oldik, nima qilamiz deydigan bo'lsangiz, eng to'g'ri lokatsiya hozir, ya'ni yangi Toshkent hududi hisoblanadi. 2030 gacha ham 3, 4, 5 barobargacha ham o'sishi kutilyapti. Ungacha ham olib rancho qilib qo'ying yoki arendaga berib qo'ysalar ham bo'ladi. Mana hovlimiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa kattakon juda fayzli hovlimiz hisoblanadi. Hujjatda noturar aytgancha 4 tala tarafi zabor. Hovlida mana 30 ta 40 ta mevali daraxtlar ham bor. Yana bitta plyus tarafi orqa tarafidan Qorasuv shundoq daryosi o'tib turibdi. O'rta Osiyodagi eng katta park Qorasuvni bo'yiga tushadi. Eng katta dislem Qorasuvni bo'yina, ya'ni Mashriyatga tushadi. Bu joylarimiz Usmonobod mahalla hisoblanadi. Mana bu mahalla Pravda mahalla. Mana yangi Toshkent qurilishi ko'rayotgan bo'lsanglar, даже yangi O'zbekistondagi Olimpiskiy garodok ham ko'ryapti. Taxminan mana kranni ko'rayotgan bo'lsanglar, ertaga 2 yilda topshirilish kerak bo'lgan stadion ham mana mashqqa tushadi. Mana bu joylarning hammasi 2030 gacha ustida game plan turibdi. Umuman yangi shahar bo'lib ketadi. 1 sotiq 7000 dollardan investitsiya uchun eng zo'r variant. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, telefon qilib kelib ko'rib baraka qilishingiz mumkin bo'ladi.